elimizde bir ustazların. Ya ne taksız bilmiyorum. Bilersen. Diyenleri izlemeyi koyamaz dost yoldan. Köprüde düştü yaptıysak şöyle. Assalomu alaykum hurmatli podpischiklarim. Qalaysizlar? Kayfiyatli, yaxshimi? Eson-omon yuribsiz? Hammangizga sog'lik, omonlik tilaymiz. O'rtoqlar, qadrdonlar. Ustozlarni sog'inib loyihasini 15-soni xudo xolasa. Qadrdonlar juda ko'pchilik talab qildi, juda ko'pchilik so'radi. Va biz xudo xolasa shu insonni chiqarishga qaror qildik. Ya'ni xudo xolasa to'g'ri xonadonda bo'layotimiz. Keyin bir gap ayting. O'rtoqlar, so'rab turgan san'atkorlaringizni men unchaki tanimayman. Adreslarni tashanglama, telefon raqamlarini tashanglama. Ana keyin dim chiqishini xohlasangizlar, ochiq ko'ring aytaman. Men ham o'zimga yarasha rasxodlarim bor. Aşı rasxodlarni bo'ldi Nadirbek o'zim qoplayman, shu san'atkor chiqishini xohlayman degan bo'lsangiz, farqi yo'q. Biz ham boraveramiz. Ava. Sizlardan ugina, mendan bugina, xudo xolasa. Atak buni so'rab tursa, mana so'rab tursa, axir meni rasxodim bor, falon so'm bo'ladi degan bo'lsam, qachib tursa. Lekin ular haqiqatdan yurakdan ashaddiy muxlisi bo'lgan inson, bo'ldi ki men shu odamga yurish xohlayman dedilar. Bugun ustozlarni sog'inib loyihasini o'rtoqlar, ya'ni Xonqadan Zoir Turdiyev ustozimizni bizlarga tashladilar o'rtoqlar. Zoir Turdiyev ustozimizning umuman bir gram xabar yo'q. Hammasi reallik. Xudo xolasa so'rab, surishtirib, izlab, topib albatta boramiz, xonadonda bo'layotimiz. Shunda qo'ying shuni. Xonadonda bo'layotimiz, qo'llab-quvvatlab, layklarni bosib, anjirmara bosinglar, qadrdonlar. Podpishkada bo'lib turasizlar, umiddamiz, xudo xolasa. Har doim bu an'anaga sodiq qolgan holda Zoir Turdiyev ustozimizni bir qo'shiq qilib qo'yib berdi yo'lda. Yana bir yangi qo'shiqimiz muxlislarimizga havola qilamiz. Bu qo'shiqimizning nomi Ko'rdim deb nomlanadi. Marhamat, eshitib tomolaverasizlar. hayratta, bu 5 günlük hayatta, iki gözüm hayratta, uyanmasdan uyatta, yolganlarni men ko'rdim, uyanmasdan uyatta, qolganlarni men ko'rdim, yengilib ba'zan yovsiz, qolib birov qarovsiz, yengilib ba'zan yovsiz, qolib birov qarovsiz, hatto sho'xsiz olovsiz, yonganlarni men ko'rdim, hatto sho'xsiz olovsiz, yonganlarni men ko'rdim.
keyin siz tanigan o'sha Zoir Turdiyev ustozimizni xudo qalasa xonadon tomon boryapmiz. To'g'ri, kamerasi ketdi, kamerani pardangni mashinada qo'yib, hech kim yo'q, yana operator hech kim yo'q. O'zim yakka xotirda boryapman martlarcha. Zoir Turdiyev ustozimiz o'rtoqlar Xankadan deb eshitganman. Xankaga qarab yo'l otlayapmiz, xudo qalasa. Telefon nomerlarini hechdan topib bo'lmadi, yaqinlardan boshqasidan hozir bir dona variantimiz Xankaga borib, so'rab surishtirib topish varianti bor. Bo'lgani. Aslan xudo qalasa ko'p so'zlab o'tirmadi, bir like bosib, Banjir murabbasidan kommentariy ajoyib fikr mulohazalarni yozib qoldiringlar. Nodir san'atkorni chiqarishimiz necha so'm bo'ladi deb so'rab turgan bo'lsangiz, qiziqib turgan bo'lsangiz, aytib qo'yaman. Что bir to'g'ri adam bo'lsa, shunga qarab diviziniya deb yozishlaringiz mumkin. Ya'ni 500 ming so'm o'rtoqlar. 500 ming so'm tashishsa, biz san'atkorni xonadonini tomon boramiz o'rtoqlar. Va chiqarish harakat qilamiz hozir qo'ldan kelganicha qadrdonlar. Agar aniq ya'ni telefon raqamlarini, neyda ekanliklarini, adreslarni, lokatsiyalarni tashlaydigan bo'lsangiz, unda dim zo'r. Asa xudo qalasa ko'p so'rab o'tirmiz ustozdan sog'inib. Ustozdan o'zidan olgan bo'lsangiz, o'rtoqlar, men qaysi 100 bilan olaman ustozdan o'zidan. Shuning uchun ustozdan o'zidan men pul ola olmayman o'rtoqlar. Arqaga muloqasizlar xudo qalasa, asa biz boryapmiz jigarlar, ko'raverasizlar. Hozirgi qo'shiqimiz bilar bilmas jinoyat yo'lina girib ketgan yoshlarimizni pushaymonlik bilan dilindan chiqqan izhori deb bilasizlar. Shu qo'shiqni hozir kuylab beramiz. Uzoqqa tushib qoldim o'zim bilmay tuzoqqa. Hayot meni uloqtirdi uzoqqa. Tushib qoldim o'zim bilmay tuzoqqa. O'z jonimni solib azob qiynoqqa. Qanday qilib oqlay endi o'zimni? Ham ishtardi endi so'zimni. O'z jonimni solib azob qiynoqqa. Qanday qilib oqlay endi o'zimni? Tinglang endi mening dardli so'zimni. Canım yollarımga ko'z tutar, qaytib qolarmu deb dildorim kutar. Ana canım yollarımga ko'z tutar, qaytib qolarmu deb dildorim kutar. Yillar o'tar balki meni unutar. Qanday qilib oqlay endi o'zimni? Ham ishtardi endi so'zimni. Yillar o'tar balki meni unutar. Qanday qilib oqlay endi o'zimni? Tinglang endi mening dardli so'zimni. Onam cevap izlab kuyar alamdan. Farzandlarim so'rar meni onamdan. Onam cevap izlab kuyar alamdan. Ah bunchalar sekin o'tar bu damlar.
qanday qilib oqlay endi o'zimni kim ham eshitadi endi so'zimni ah bunchalar sekin o'tar bu damlar qanday qilib oqlay endi o'zimni Lang endi mening dardli so'zimni Balki tosh otib ko'rarlar bog'imga Gap ham otib ko'rarlar dildorimga Balki tosh otib ko'rarlar bog'imga Gap ham otib ko'rarlar dildorimga Sadoqat so'rayman faqat yorimga Bir kun borib oqlarman ham o'zimni Unutmasa bo'ldi yor bu so'zimni Sadoqat so'rayman faqat yorimga Bir kun borib oqlarman ham o'zimni Unutmasa bo'ldi yor bu so'zimni Hayot meni uloqtirdi uzoqqa Tushib qoldim o'zim bilmay tuzoqqa O'z jonimni solib azob qiynoqqa Qanday qilib oqlay endi o'zimni Kim ham eshitardi endi so'zimni O'z jonimni solib azob qiynoqqa Qanday qilib oqlay endi o'zimni Tinglang endi mening dardli so'zimni Tinglang endi mening dardli so'zimni Assalomu alaykum, assalomu alaykum. Yaxshimi? Aa, qanaqa odamsiz shunda? Yaxshimisiz? Abi Zahir Turdiyev degan o'ynaydi. Kim? Zahir Turdiyev. Ha, Zahir Turdiyevnikimi? Ha. Hozir bu kluga borasan-ku. Ava. Kluga borgandan keyin undan aylan. Kurug'ni o'zi bilan aytdi-ku bana. Klubni o'zi bilan aylanib, chan-ko'chaga girasan. Sho'dan girsang, Zekash ko'piridan o'ng yoni yo'l bor. Qani Bozorga 2 chiqadi. yil yo'l chiqadi, keyin bozorga chiqadi, o'ngana yo'l bor. Shuna yetaman. Ava. Ava. Sen bozor aylanasan. Ava. Bozor tarafı shunday taqqansa bozordan borasandan yana Zekash ko'piri chiqadi. Ava, ava. Shunday bu ham 2 yil yo'l yetadi. Birisi bozorning ichine, birisi bozorning orqasına. Şu ko'chaga girib borsak o'zi baqcha bor. O'zi shundan so'rasam aytib berarlar. Ava baqchani doğrusun diye joyi o'zi. Uyingda bo'laman ekan u. Ay bilmayman. Telefon nomerlari yo'qmi? Kesin nomeri bor. Yomon ketadi aytmay. Hozir nomerni olib olalım. Keyin size urib netversa ki videonun oxirida bir Zahir Turdiyevni o'zini nomerini aytiraman faqat xudo xolasa. Hozir ukasini nomerini olib olalım. İzlegan Makka tilini topibdi. Hozir nomerini olamiz. Ben daha azizmi? Ava. Blogger. Ben daha aytdilar, gördingizmi markam bo'lay. Sistem gösterib bering ya. Feruz'un özünün nomerini vereyim balasını. O'zini bolasimi? Balası. Ayting. 57 dang. O adı Feruz Bek. Feruzbek, ha? Az indi ülkesine hem nomerini veremem. Lekin bu balası şu ya yanında koşuk kaytadı. Ha, bo'ldi shu. Bolam? Ava, bolam shu. Yarın aytayım. Yo'q, adreshi. Davay udacı. Rahmat ağa. Telefon raqamlarini oldik. Zahirani o'ziniki emas. Balasi dedim, ish qilib qoldi. Yurasdan. Alo. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Feruzbek sizmi? Alo. Yaxshimi? Hammalar kayfiyatlar yaxshimi? Zahir Turdiyevni bolasimiz ha? Alo. Yanında kim bor? Kim ya? Hech kim yo'qmi? Alo. Kim adam? Akang nerda akang? Kim öyleydi? Yaptı. Yotadimi? Yaxshimi sog'liqlari? Tamam abi.
Özümle danıştıran bolsam Nadir Vafama. Ha? Nadir Vafama eshitganmisan meni? Baba. Aşı balama. Ha. Yaxshimisiz? Sarmı? Rahmat. O'zing nerdasan? Uydami? Sen uyda bo'lib tur, akanga aytma, yaxshi? Yani ustozlarni sog'inib degan yangi loyiha bo'yicha faoliyatimman. Ustozlarni sog'inib? Ha. Ha. Aka- Bo'ladi, yaxshi. Akanga aytma, yaxshi? Bir kutilmaganda boramiz ko'p zaman bunday holatlarda. Buni yangi ko'rsatuvlar. Ha. Yaxshi. Aytma, faoliyatimman. Men qarab, men ishlaymidan Telegramdan lokatsiya tashlab berib bilasanmi? Uyingda bo'lsan. Havo. Tashlab berasan uka? Bo'ldi, yaxshi. Rahmat, Abdushi. Kutaman, tez akanga aytmaligin, umuman aytma, yaxshi? Ben uxlamayapman, tushunay. Uxlab yotgan bo'lsa, turzamiz. Ya, dörtlere gel. Endi men hozir kelaturman, hozir уже aytaturman. Ha, yo'ldamiz. Ava, уже Xankadaman men. Просто lekin hozir so'rab surishtirib topib boraman. Agar lokatsiya tashlamasan. Просто keyin tashlasa, tashlab bersa. Yaxshi, Abdushi. Yine. Uxlab yotibdi, ko'rdingizmi? Mendan mesaj reali. Ey turzuk bu akangni kutib boraman desam bo'ladi? Yo'q. Xalq tabiiy narsani yaxshi ko'radi. Zoir Turdiyev ustozimizdan xudo xolasa uxlab yotgan jarayonda endi bu gap bilan ustozni yerga urishga boshqa maqsadda emas o'rtoqlar. Shunchaki interes. Birdan borgan vaqtda shuni kutilmagan bir yangilik bo'lgan vaqtda ustozdan bir mavzuda ish qilib hozir bu borganda ko'rasizlar, ish qilib bir like bosinglar, ko'rasizlar. Umriga açılıp erkek yığılaydı. Haramını tellese halal durganda. Navkıranı yaşlıyım val kılganda. Kırk dostu bulmasa kırkka kirganda. Umriga açılıp erkek yığılaydı. Hammadan yaşırıp Erkek yığılaydı. şiirim tüger indi Abdullah. Yürekler ezildi sözün dinlav. Keçir bizni Xudo, keçirgin Allah. Keçirmasin bil ki dünya yığlaydı. Keçirmasin bil ki dünya yığlaydı. Keçir bizni Xudo, keçirgin Allah. Keçirmasin bil ki dünya yığlaydı. Keçirmasin bil ki dünya yığlaydı. Ezgu arzuları bo'lganida puch ayol xiyonatiga kelganda duch nafasin yengmoqqa topolmasa kuch alamdan ezilib erkak yig'laydi hammadan yashirib erkak yig'laydi Anda bolasi turibdi ekan, bolasi. Aytdingmi, akang aytmadingmi? Akang aytdingmi, aytmadingmi? Halı. Assalomu alaykum. Akam bir yerda ekan, hozir keldi akam. Men yotibman. Yo'q aka. Qanisi chaqirasiz? Gel. Chaqirava yaxshi bir diydorini, bir suhbatini oling, bir nodiyda ruxsatini oling. Yaxshi deymi, yo'q deymi? Xudo xolasa siz so'raganlaringizning Zoir Turdiyev ustozimizni xonadonini topib keldim, so'rab surishtirib. O'zi shu yerda Baksan yanında ekan, Xankada. Adashmasam Xanka Xorazmda deb aytiladi bu yer. Assalomu alaykum. Yaxshimisan? Usta, Ahvollaring yaxshimi? qalaysiz? Ammo sog'ini? Rahmat. Ishlar zo'r. Kayfiyatlaringiz? Rahmat. Tinchmisiz? Gel. Sog'ligingiz? Rahmat. Hava. O'zing yaxshimi? Rahmat. Ishlab Yangi ko'rsatuvni ko'rdingizmi? Yo'q, no. Ustozlarni sog'inib degan. Hava. Shundan sizdan ko'p odam so'radi. Ustozlarni sog'inib. Hava. Hali biz bir ustozlar Yo'q, ustoz siz qo'yingiz abi. Shundan ne deysiz? Ishatish kerak. Suhbatingizni olaman. Bir ikki jup xalqni ko'nglini olib. Sezonaldi.
Necha minutlik oladi? Ay ishqilib bir yarim saat, bir saat oladi. Xabaringiz yo'q meni kelishimdan beri, ha? Yo'q, yo'q. Kutadingiz meni o'zi? Yo'q. Bu ko'rsatuvni ham ko'rmadingiz. Yo'q, yo'q, görmeyapman. Ha. Bo'ladimi? Razımsınız? İşler zormu? Rahmat. Yürüyüşüp durupmu? Rahmat. Yaxşı, yaxşı. Yo, men dam alıp yatibman, yeyishda to'y bor hozir. Ha. Tursam Suhbatingizni olamizmi? Bo'ldi. Razımsınız? Ha, O'rtoqlar, Zoir Turdiyev ustozimiz rozi bo'ldi, xudo xolasa. kamerabami? İlahi muxlislar sağ olsun. Canlar aman bo'lsin. Yozamiz, xudo xolasa. Asa İcadlara bereke bereke. xudo xolasa Zoir Turdiyev ustozimizdan ko'na güninglarni olamiz. Desak ya, akurat degelib, Qasim Challo'lar usta depterim ham yo'q meni. Hamma savol kellamda, hammasi real yo'lda bu qani. Shunday yo'g'ani. Ava. Xalq shunasi yaxshi ko'radi. Sizni juda ko'pchilik so'radi, shuning uchun keldim men, xudo xolasa. Rahmat, Ava. so'rallar. Asa hozir xudo xolasa ichkariga kirib, xudo xolasa bir 10 narsha bo'lgandan so'ng ustozni ajoyib suhbatini olamiz deganlar. Hang? Bo'ldi. Adushi. Gel yaxshi. Kelyapsiz. Ko'ndirdik, rozi qildik. Ha sizlar. Ko'rib turganlaringiz deyin, xudo xolasa ustozlarni sog'inib loyihasini 15-sonida Zoir Turdiyev ustozimiz bo'ladi, xudo xolasa. Rahmat. Ustoz, bir so'rash payingda. Assalomu alaykum, aziz muxlislar, yaxshimisizlar? Nodirjonning muxlislari. Sog'omon yuribmisizlar? Shunday qiling. Hammangizga sog' salomatlik, omad tilab deyapti, bera to'yib ketaver. Dars yo'q. Ha. Shunday. Ustoz, Sog'lik, salomatlik tilaymiz hammangizga. Nodirjon birdan kelib qoldi, hozir kutilmaydi. Ava kutmagan edim. Bozor kuni kechacha bir dam olib, endi to'yga ketamiz deb, endi ozgina dam oldim. Endi shalaroq bo'ldi, zayli yo'q. Omadingizni bersin, yangi ko'rsatuv chiqargan ekan, ustozlarni izlabdi ham. Men juda xursand bo'lib ketdim. Mana shu hammadan baribir ustozsiz shogird bo'lmaydi. Bo'lmaydi. Shuning uchun ustozlarni eslab turganni o'zi bir katta gap. Nodirjon ishlaringizga omad, kanalam omad tilayman. Rahmat. Menga eng qiziqi gunda chiqadi-da usta. Ha. Gunda bir ustozni yoniga borib chiqaman-da. Juda ko'pchilik yozadi. Haftada chiqar, 2 kundan chiqar, 3 kundan chiqar deydilar-a. Ustozlar ko'p. Ustozlar ko'p, to'g'ri emasmi usta? Ko'p ustozlar. Ha. Просто siz bilmagan, biza bilmagan ustozlar juda ko'p. Ha. Ustoz esa bir yandan savollarni berib boshlayveraman, xudo xolasa. Bo'ldi. Ha. Videoning oxirida xudo xolasa ustozlar ham ajoyib tarona eshitamiz, orqaga burayinglar. Demak, ustoz o'zi asli nechanchi yilsiz? Asli nechu shuni bilan boshlash kerak. Birinchi shundan boshlaymiz biz. 68-yil, 1968-yilda ana shu yerga ko'chib kelgan paytimiz tug'ilganman men. Berang. Shu yerda toza joyi bo'lgan, shu vaqtda tug'ilganman. Ustoz, ustozingiz kim? Ustozimiz endi bir palankasda bo'lmaydi. Bizda ustoz ko'p, masalan, maktab paytidan ustozlarimiz bor. Muzika maktabida o'qigan paytimizdagi ustozlarimiz bor. Keyin Sharatovda davom ettirdik. Bu yerda tahsil oldik. Bu yerda ustozlarimiz bor. Keyin Toshkentda o'qidik. Toshkentdagi ustozlarimiz, bu yerda ishlagan yerimiz, hammasini bilgan adlarini aytaymi hammasini. Ofitsialniy ko'ngil qilgan ustozimiz bormi? Kelaring. O'tirib turaveringlar. Ustoz men kelishimni aytib, sразу doirachilarni oldirdi ustoz. Aytaylik. Nava endi bir doirachilar kelgan yaxshi-ku. Ustozlarim Erkin Ibodullayev, yana muzika maktabida ustozim shu. Qo'limizdan tutib olib borgan odam. Rahmat aytaman. Qolaversa Xaratovga o'qishga girdik. Bu yerda ustozlar ko'psidan ta'lim oldik. Rustam Baltayev, tambur sinfidan tamburda o'qidim o'zim maqomda. Ustozim ko'p sirlarni o'rgandik. Shurda o'qib turgan paytlarimizda televideniya qarshidagi maqomchilar ansambli bor edi. Hozirina maqom ansambli bor, aka-ukalar boshqarib turibdi, ko'z deymasin. Shu vaqtda Bozorboy O'runov boshqarib turgan televideniya maqom ansambli bor edi. Shu yerda ham ishladim, ham o'qib, ham ishlab. Bu yerda rahmatlik Rozmat Jumaniyazovlar bor. Shu Rozmat akalardan ham ko'p narsa o'rgandim. Ko'p endi aytib o'tirsam hammasini sanab o'tirsam ko'p. Bozorboy O'runov
O adam bana köp narsa öğrendik. Yine ustazlarımız. Kalaversa indi Taşkent'te okudık. Taşkent'te okup bir paytimizde yine ustazlarımız ne ettik. İş kılıp şu senet sahasında hazır içerli şu izlenemen desen ustazlardan sonra öğrensen meleken şu aşk para veredi. Özü aslı nechenchi yılda toya çıkkansız? İcada girikkensiz, toya çıkkansız. Şu ben Ermiye'den giyenden keyin Taşkent'te okuşunu bitirdikten Ermiye'ye gittik. Ukrayna'da hizmet kıldık. Kharkov'da bize hazır. Şundan giyenden keyin Taşkent konservatoriyaya dokument tapşırdık. Bir yere geri yatırgan paytimizde ne bolup kaldı? Zauşnisi işlemeye kaldı. Şu vaktinde ben neye ötüp gittim? Pedinstitut Nizami namida gittim. Pedinstitut'a ötüp gittim. Verem besede bilen kabul kılındım ben. Barıp besedaga 7 okuvchi aldılar. 7 studentni. Ben birisi men edim şu bir girdim şu bir koşuk aytıp verdim. Boldu tamam dedi. Ben kabul kılındım. Ben de egzaminam tapşırıp vermedik. Egzaminsiz girdim şöyle. Şıkılıp verdim. Yaxşı neler oldu təəssüratla, ustazla. Aytacağım şu usta, şagirt ənənələri yenə davam etəversin. Her bir insanın birinci bargan toyu esinde kaladı. Siz nechenchi yılda niyere vargansız, qaysi toya? Birinci toya çıkkanlarım ben şagirt bolup çıkkanman da. Şu kimdi yanında? Şagirt bolup çıkkanman şu vaxtlarında Gapra baradı, Rozmetov şular bilen barganman. Öktema baradı. Öktema ba Sunayç, Öktem Sunayç diyen. Bu adamlarıma şular aytadılar. Şuların yanında şagirt olup tarlarını kütərib yürüyen ben. Şu vaxtında 30 son pul verediler şagirtlere de. Köp berdiyiz de kaytıp berip, iş kılıp. Köp nərsələrini öyrəndik lekin. Şu örgənin ne bolup para veredidən fundament boluyup para veredi örgəngen nərsəni. Lekin üzerimizde okuyan nesimiz, sahamız köpinçe makamlara kızıqadım ben şu vaxtlarında. Makama kızıqıp şu makam ansamblinden işledim şunun için. Televizyon karşındayım makam ansamblinde işledim. Resimlerim var ona hala. Makamda netke resimlerim var. Keyin astan nasihat koşuklarını aytıp nasihat almaz koşuklar ötüp gittim. Hazırgı günde hit bolup juda köpçilikni ağzında, kulağında jarang saçıp turgan taranalaryňyz bar-ku. Yani devranyň ötkende bilersen. Şu koşukni yaralış tarixlary şu ýerlerine özüňiz yazasmy ya şairlerden alasmy? Men eşitdim boýunça özüňiz ijat kılgansyz, özüňiz yazgansyz dep eşitkenmen, köpçilik aytkan. Yo, ben bu koşuknu yaralışını aytıp beradigan bolsam, evvelen bir näde aytkanman bunda, intervyuda aytkan edim. Bu koşuk özü Abdikerim Eke diyen Mergılalı şair ba. Ana şu adam yazgan. Ana şu adamı yazgan, keyin bu nafakaga çıksan bilersen dep taşagan bunu şiirini bana. Bunu zapislaram bir öyle aytıp çıkkan onu başkana. Bana taşandı nafakaga çıksan bilersen dep kılı. Ben bu şiirini alıp durdumda devranyň ötkende bilersen dep özgertirip berdim. Fakat nafaka kollaw üçün bolup kalmasın bu şiir dedim da. Bir acayip singlimiz var, o singlimiz mene adımı aytmaň dep koyupdy. Şunu kellesine gel, devranyň ötkende bilersen dep yazıp berýänmiz. Bu devran ötkende hemmeden devran ötedik o. Ana şunday bir yengilik kılıp durup yazdı. Keyin Abdikerim Eke'ni tapmadım. Şöyle özgertirdim dep aytjak edim. Tapmadım. Keyin işlep verdik bunu klipini. Bitirip, berip, emmesini boğandan keyin Abdikerim Eke'ni özü maňa çykyp tuttu. Zahircan bunu
ne kılıp klip kılıp bana juda yaktı dedim, aytdım sizni tapmadım dedim, özgertirdim dep aytacak edim dedim, sizni telefonunuz ham işlemey yatibdi, näsiz özü bana telefon etdi da keyin. Yo zor çıktı dep maqtab, hozir ham gapleşip turaman. Yaxshi insonlar köp şeylerni taşıp turadilar hozir ham. Lekin bunu özüm yazmaman bunu. Bu özüm näsim emas. Lekin she'r ana shunday o'zgartirilib, zatilgan. Endi hamma qo'shiqqa shu banni doğrulab turib keyin qo'shiq paydo bo'ladi axir. Ko'p qo'shiqlarim nalar hammasi Nadirjon noldan boshlangan. Noldan boshlab o'zim ishlayman. Shu agar men olgan bo'lsa shu muxlislaringiz uchun jon ijroda bir kuplet. Qaysini? Shu davroningiz o'tganda bilasiz. Bor bo'lsa mansabu davlating, ziyoda hurmatu izzating, do'stim bormu qadru qimmating, davroning o'tganda bilarsan. Hozircha davralar shohsan, o'g'lingning suyangan tog'isan, kimningdir mevali bog'isan, yaprog'ing sarg'aysa bilarsan. Ana shunday gaplar. Bu davron o'taveradi. Bu taronangizni muzikasi ham juda bir-birini, so'z ham, sizni aytishingiz ham hammasi bir-birini shunday mos tushib bir shapkin bo'lib yopishib turibdidan bir she'rlar bo'lib yetib keladidan to'g'risi ustoz. Gap yo'q. Buni aranjirovkasini Sherzodbek ukamiz boshuna qildirdim. Avam yaxshi natda o'zimni ko'nglim ham yoqdi, ovozni ham o'zlarimiz yozdiqdan keyin klip qildik. Oilada nechta farzandsizlar o'zi? Og'ay o'g'allaringiz bormi? Ha, og'ay o'g'allar shu sestralar bor, mendan katta. Keyin bir og'am bor, bir men. 4-5 tamiz. Endi Aysash akam o'zi avlodda bormi yo siz chiqdingizmi ijodkor bo'lib, san'atkor bo'lib, yo bir Endi yo'q, otam ashularni eshitishni yaxshi ko'radi. Onam ham shu eshitishni yaxshi ko'radi. Bularning nasimizda menimcha bo'lmagan, lekin bovam bor. Bovam bo'lgan. Bovam ashula hirgoya qilib yurib zapis etib olardik yosh vaqtimda otamni. Otam ashularni hirgoya qilib aytadi. Endi ne ashulachi bo'lmaganda, lekin hirgoya qilib aytganda to'na tushib aytib o'tirganlarini o'zim zapis etib olganman yosh vaqtimda. Qo'shiqlarni eshitib berdik endi kasetada. Balkim shulardan o'tganda og'aylaringiz ichindadang, bormi san'atkorlik chiqmadimi? yo'q, bular ichida. Lekin og'ayani bolalari bor, hozir hammasi. Ular ham san'atda yaqin odamlar, bir ikkisi yonimda yuriydi, shunday. Farzandlaringiz tomonidan ketdimi ijod yo'nalishi yo yo'qmi? Bor Feruzbek o'g'lim hozir universitet musikalniy fakultetini bitirdi. Hozir san'at yo'nalishida ijod qilib turibdi. Xudo xolasa, ham o'zi tanladimi yo endi ota kasbim deb nima qildim o'zi? Yo'q, o'zi tanladi, o'zi xohladi. O'zi xohlab, Xo'p, ustoz, suhbatimizni juda ko'p bo'lib ketmay, videoni boshidan biroz guling berib keldim, bir yarim soat ko'p bo'lib ketadi. Yarim soatdan Ziyod G'uluji sizni eshitasiz harakat tutdi. Muxlislaringiz shu qo'y bu savol javobing ustozni eshitadi deb kallashmam aytib turganlar shu kommentariyada bu prom efirda qo'yiladidan ustoz. Shunga bir ikki qo'shiq eshitsak nima deysiz? Bo'ldi, muxlislar iloyim shu eshitasi kelaversin. Lekin men bir tilagim bor, Nadirjon muxlislari. Hamma vaqt shu bo'ladigan bir eshitgandan keyin bir dana narsa beri olib qoladigan qo'shiqlarni eshitinglar. Yengil-yelpi qo'shiqlar borda, bular yoddan durmaydi. Ikkinchi marta shuni yodingizga kelib aytib, ben bilmaysan, takrorlab ichingni aytib yursan, bir yaxsa. Lekin men hali qo'shiq eshitsangiz, hamma vaqt shu bizning maqsadimiz shu nasihat aytishdan maqsad. Masalan, shu nasihatning ichida bir nasihat deb turibdi axir. Bu nasihatda eshitgan odam bir narsa xulosa chiqarishi kerak. Endi qilsak xato ekan, endi qilish kerak ekan degan bir maqsadda bir
Hozir temoli yoshlarimizni shuni o'rgatish kerak. Yengil-elpi qo'shiqlar ko'payib ketdi. Endi har kim endi yoshlari balkim shular yaqin. Biza uni chiqish niyatim yo'q-da. Vaqti kelib hamma baribir ana shu yo'nalishga kirib keladi yoshi o'tgan sayi. Albatta. Nasihat qo'shiqlar yo'nalishini. Albatta. Bo'ldi, xudo xolasa. Hali suhbatimiz bu bilan tamom bo'lmaydi, ustoz. Ikki qo'shiq sizni ayttirib, keyin yana qisqa suhbatimizni davom qildiramiz, xudo xolasa. Bo'ldi. Asa ustozimiz Zoir Turdiyevdan ajoyib taronani birgalikda eshitamiz. Berib o'tiradi. Fa bo'lanmiz ara, sana pastlik ketam ya. Da qana. Amaliymiz. Yetdik. Hey! Bor bo'lsa mansabu davlating, ziyoda hurmatu izzating, do'stim bormu qadru qimmating, davroning o'tganda bilarsan. Do'stim bormu qadru qimmating, davroning o'tganda bilarsan. Hozircha davralar shohsan, o'g'lingning suyangan tog'isan. Hozircha davralar shohsan, o'g'lingning suyangan tog'isan. Kimningdir mevali bog'isan, yaprog'in sarg'aysa bilarsan. Kimningdir mevali bog'isan, yaprog'in sarg'aysa bilarsan. Suyganlaring izlamay qo'yar, ulfatlaring eslamay qo'yar. Suyganlaring izlamay qo'yar, ulfatlaring eslamay qo'yar. Taqdir seni siylamay qo'yar, yolg'iz qolganingda bilarsan. Taqdir seni siylamay qo'yar, yolg'iz qolganingda bilarsan. Derya eding atmay koyarsan, canonlarga boqmay qo'yarsan. Daryo eding oqmay qo'yarsan, canonlarga boqmay qo'yarsan. Ayolingga yoqmay qo'yarsan, shishting qaytganingda bilarsan. Ayolingga yoqmay qo'yarsan, shishting qaytganingda bilarsan. Keng hovliga sig'may qolarsan, kim edim deb o'yga qolarsan. Keng hovliga sig'may qolarsan, kim edim deb o'yga qolarsan. Yolg'izlikda yig'lab qolarsan, yoshing o'tganida bilarsan. Yolg'izlikda yig'lab qolarsan, yoshing o'tganida bilarsan. Bor bo'lsa mansabu davlating, ziyoda hurmatu izzating, do'stim bormu qadru qimmating, davroning o'tganda bilarsan. Do'stim bormu qadru qimmating,
Çağın sargaysa bilersen, devranın ötgende bilersen. Usta. Papis muhlisler. Kebini bölmeli. Kebini yamanını. Kimler kirildiler kibru havaga, kimler birildiler keyfu safaga, kimler kirildiler kibru havaga, kimler birildiler keyfu safaga, kimler hırs koydular malı dünyada, kimler hırs koydular malı dünyada. Menge dünya emas, sizler ganima. Menge dünya emas, dost yar ganima. Dünya üzere hamma Allah gebende, kimler şahlı bastayı, kimler de cende. Dünya üzere hamma Allah gebende, kimler şahlı bastı, kimler de cende. Şaham geda yeter bir xil kefende, şaham geda yeter bir xil kefende. Menge dünya emas, sizler ganima. Menge dünya emas, dost yar ganima. Min yıl ömür körgen Hazreti Lukman, acel çengelde teslim kıldı can. Çeynegen nanın niye yutmağın güman. Çeynegen nanın niye yutmağın güman. Menge dünya emas, sizler ganima. Menge dünya emas, dost yar ganima. Dostum aşsın dost yarlerin devleti, asman kadar bulsun şan-ı şöhreti. Ortamız bozmasın namert gıybeti, ortamız bozmasın namert gıybeti. Menge dünya emas, sizler ganima. Menge dünya emas, nadir vefa ganima. Tamam usta, işini minik koyamanayım. Çehrengizni görüp tursunlar deyman usta. Yüzüngizni. Hop, usta katta rahmat. Şu Ay rahmat. muxlislaringizni talab va istaklarini hazzat eshittirasiz inshaalloh. Hazzat mazza qilaverdilar, to'g'risi. Hozir yana ayttir bo'ldi, yana aytib qo'y savolingda tuttir. Yo'q, o'rtoqlar. Ustozdan baribir chiroyli suhbatlarimiz bor, qisqa savollarimiz bor, shuni berib oladi. Ustoz, eng ko'p qaysi rayonimizda to'y borgansiz?
En köp Tümenimize. özlerimizde nerede en köp? Xorazm içinde var. Ava özlerimizdekinde en köp. Kankadayın. Ava Xiva, Yanarık, ava Bağat, keyin nerede Gürlen baramız. İş kılıp köp. Şavata baramız. Kaysı birisini ayıp çıkaz. Toya geçe kalıp baramaktız boğam. 4 kilo baramız avatıdı. Toya geçe kalıp Barga. barış yok. Barga Bu mı? vakt geçe kalma. Ertarak barıp oturamız deki. Toyda- Mesuliyet boladı. Toyda mesela hiç suyda çıkan su çare boladı mı sen? Şunu Ava. kalatlı boğam mı? Boladı, Hiç bolup etken şunu durады. yok abi. Svet öşüp kalan vaktında şu tarını alıp durup basa veremiz. Tar daire bilen jivoy yete veredi. Özü bir ikkini aytınçamız yakadılar. Derek, az zamanı vardan gitken kadayım. Lekin evvelki vaxtlarda vay bu. Ne svet öşse bu vaktında ilacam yok. Yine köçede divizokam indi kem bolardı. Şu vaktında karap yetediler divizokam. Usta kışlı günü soğukta. Köçede toy soğuk ama. Hava. Hiç görmez. Yadımda bak. Karda durup bizde durgan yere çoğunu ep kelip koyadılar ayak muteyine. Kolla katıp kalıp ben özüm jivo ismi ditilme şu akordeon çınam kolla katıp kalan. Dayraçını kun çakat mıydı indi urup durur tankadat urup durur. Benim kollarım katıp kaladı leki çalıp bomıydı uslu yetir. Hemen nerse jivoy hazırgı din bir texnikeri başlangan bir mini disk baradı urunla hazır indi iPad'la çıkıp gitti. O davrlar kıyım boldu. Usta siz üçün, özünüz üçün. Qaysı yılını omadli zor yıl ot geldi mada biliz. Ahmetli yıl bu da şükür hem elimiz Ahmetli En geliyor. gözü yakadamın, yaxşı yıl. Ben sen her kime boladı ben falan Tamam. yıl zor oldu. Yenim geçse şu. Ahmetli yıl hem elimiz Ahmetli gelip durdu Xudaga şükür. Hemmesi birbirinden yaxşı yıllarımız. Bunda net yakadamın yok. Hemmesi bir kılda biliz. Hemmesi şu iş kılıp kaysı birisini aytarım ayram ben. Özü Ahmet Xudaga şükür hem elimiz Ağzı ya Ahmetli. aytıp bergen koşu kızın içen yılda çıktı. Kaysı. Devranın yetkende bilersen mi? Onu çıkandan bir 5 yıl oldu. İçen yıl 20 yılda çıktı. Avacı şunda. Şu Ahmet yılı bolu da bole misin? Ahmetli yıl oldu o. Ha. Şu vaxtlar. Canınız sağ olsun. Ona eldinem erkek yığılaydı diyen koşuklarımız çıkıp gitti. Anangizni yoklap koyun, dost, iş kılıp. Hazır bir üzerimizde repertuarlar bir 60-70 eşullah ba. Özlerimizde repertuarda. Nasihatamız koşuklar. Yella koşuklar kem lekin. Yella koşuklar toyda yine sanatkar dostlarımız başularını koşuklarını yellelerini küylüğümüz hazır indi. Ustaz, sizni ashulalarınızı başka hazırlı yaş icatkarlar aytsa ne çıkarırsınız fikriniz? Fikrim yaxşı. So'raydilar, Ruxsat so'raydilar, berasizmi? ava ruxsat beraverman, aytaversinlar. Eğer çolaştırıp aytsalang, sözünü o'zgartirsa boshqasi. Endi buni o'zlariga bog'liq. Bu menimcha men o'zim mukammallatib chiqarib qo'yibman hammasini. deb o'ylayman. Yana lekin kamislari bo'lsa muxlislarni o'zlari biladi. Har kimni o'zini bir narsa bor. Ko'p she'rlarni o'zlarimiz ham so'zlarini og'amizdan o'zgartirib o'zlarimizni o'zing muzika yozishing kerak. Buning uchun shunday qilib aytish kerak. San'atkorlar içinde gelişim imkanlarınız bo'lganmi? Bormi shunday? Yo'q, bunday san'atkorlar yo'q, kelishmaydi. Hammasi bilan yaxshiman. Men o'ylayman shu san'atkorning o'zi yaxshi bo'lsa, samimiy bo'lsa, hamma samimiy. Endi hozirgi yoshlar juda bir naku, bir ko'kirroq hozirgi chiqib ketgan san'atkorlar. Ustoz masalan kelsa to'yda xizmatda to'y surib turibsiz. Bir yoshlar adını aytib o'tirmayın deb tutib bir san'atkor kelsa masalan kelsa. Usta bol to'xtatib bering, aytib keting desa, necha deysiz shunda? Bo'ldi, bo'lgan shunday na. Bo'ldi. Men shunday san'atkorlarni bir ikkilarini ko'rdim, lekin geldidan birisi men o'zi to'yni o'tkazib turibman. Bir ravchi kelgan, bir ravchiga navbatni beryapman, u qo'shiq aytib turibdi. Yana bir san'atkor keldidan bunga qarab turib bunday aytadi. Tezlash deydi. Hali men banda o'tiribman. Bize yana gelish yo'q, o aryanda turib bunday tezlashda bunga aytib turibdi.
nesini gözetmeni vaktim zıt dep. Şöylerinden hemen ben bir azgına ustaz görmeyen dedi devre görüşleyen bana şulardan gelip çıkadı dep olayım. Umuman hazır ben Nadirbek bir vece hayran kalıp oturamam evvelle koşukçu bolaman desen oh diyediler. Koşukçu bolasan avazın işley mi sen aytıp bilesen mi? Aytıp bilemen desen o bunun için deydi okuşun gerek sen falan yıl konservatuaya okuşun gerek, Karratut'ta okuşun gerek, ustazlardan talim alışın gerek falan yıl dep durup okup 12, 13, 14 yıl okuyan aşı rivayet eden koşukçularımız bu. Hemmesini toxtamayın mehnet bilen boğan nerseler. Aytıp şunday neye çıkkalla bulasak neye çıkkan. Hazırlaki insan bolup kaldı diyeyim. Koşukçu bolamam dese, o koşukçu bolasan mı? Bastı diye. O stüdyoya var dedi. Bir ovazını sırası yazadı. Karapski bir haftadan keyin koşukçu. Bir misal aytıp beraman. Bir danışım var adını aytıp mı bir danışını görüp kaldım. Bir ayalxananda görsem bir toyda görüp kaldım ama falan yerde işleyemem ben, pislik yerde işleyemem. Danıyadım da o dene. Keyingi görenimde koşukçu boluptu bu. Toya gelip turuptu ben de karasam, bir dedim işe veripsen desem ben koşukçu oldum dedi. O dedim koşukçu yaxşı dedim. Koşukunu soğup dursak bir vaktan bir rava yine bir sanatkar geldi. Xivalı bir sanatkar geldi. Ona növbetini verdim. İşgeriye girip otursam ya taze boğan koşukçu. Ben yana girip duruptu. Zayra ne için bana vermediniz bize koşukçu mesiniz mi ya? Ben ettim sen evvelki görenimde falan yerde işleyeyim diyen adam edin. Hazır görüp durmasa derim koşukçu man da tursanız ben sen tanımaz dersiniz bilmezemden koşukunu eşitip görmeyen ben. Şep sen koşukçu buldun diyen değil. Hazır koşukçu buluşam kıyım bulmayı kaldı değil mi? Yazıp durup şunu deyin uspehla alıp detlikla kayıl kalamanda. Kayıl kalma ilacı yok. Hem dese toyda ilacı barça şu kızıkarlı boğan ziraylardan bir iki kuvvet açıp beri istakalalı içi ziraylı boğan mesela oyuncu gemin kalmıyor mesela şunu vaziyetle oyuncu ekit kalama şunu halatla boğan Endi mı? kızıkarlı halatları çok bu üzerimizde bir karındaşla toy kıldı sestralada. Şu üzünkine giyende hem o ne tapılmay kalat da. Oyuncu mu? Oyuncu. Bir singlimize aytıp koyupmuz. Oyuncu üzerimiz bireyin yürüye. Indi adlarını açsam az ki benim falan yerde aytıp istep yürümesilerim. Bu singlimizden ayak kayrılgan şu günü zinadan çıkaman dep ayak çiğişip ketken toya gelip bilmeyin kaldı. Üzlerimizde karındaşlarda toy. Karasak oyuncu yok. Saat 5-6 bolayatır. Keyin bir oyuncunu geçede köprüden düşüp yatırsak şurada bir iki kızdır veren şu oyuncunu aldık. Oynap bilasizler mi desem oynap bilemiz dediler. Toya alıp bardık ulanı. Yakında boğan halat mı? Oyuncu sel yok evvelrak. Evvelrak bu. Toylar köşede boladan o vakta pul tutuşma ba. Kanadan yerlere çıkıp durup pul tutayadı da oyuncuga. Ya kızın taptan alıp bardık. Çıraylı giyim bilen çıraylı oldu. Lakin oynap bilmeyecek o. Ne diskoteki oynayacak o. O kızıkarlı yerini aytacak mı? O ahırında sana çıkıp pul tutadılar. Pul tutadılar. Şu vaktinde ben de karap durasan akordiyonçumuz ayttı. Bana karap dursan bu oldu. Ben de etsem alasan. Ben de etsem alasan dep üreyetip koydu. Çıktılardan dayımız bana pul tuttu. Şınka aldı da. Yine bir çıktı. Yine ikincisini aldı. Üçüncüsü çıktı. Yine aldıdan. Birden yana gep yadına düşüp gittim onu. Bana karap dur diyeniden. Keyin karadı akordiyonçuga karasa. Dedi de millet kellesini derp etip verse meleği pullarınızda paytıp verip ya kız. Bu almada payt tokşuydu da bire. Bu deyendi kızıkarlı yerleri köy. Hop. Usta Erman Özbam. Erman Ermansız adam olmaydı menimçe. Hemme de bir Ermanım oladı. Ben de yıkılsam diyeni.
Biz adam Ermanımız Xudoga şükür hamma narsa yeterli, hammasi bor. Endi bize o'ylaymiz şu farzandlarimiz kala bo'ldi, aqtiqlar kala bo'ldi, hammasi. Shularni bir atamız ko'p bitta gördü, anamiz görmey o'tib ketdi, ertaroq yetdi. Shular görsaydi deb o'ylanib qo'yamiz, shu bolalarni, aqtiqlarni, yurishlarini deb o'ylaymiz. Boshqa armonimiz yo'q, o'g'limiz yine yüzümüzü basıp yatır, yüzümüzü yere karatmay, kızlarımız ama hammasi özü öyyelerinde bir dünya armon bu dünya deyende hammasi yaxshi Xudoga shukr. Hop. Ustoz, bu san'atkorchilikni yo'lini tanlaganingizdan afsusdamasmisiz? Yo'q, afsusdamasman. Agar bu san'atkorchilikdan tashqari bizneslaringiz ham bormi? Yo'q, biznesim yo'q. Fakat şu sanat. Fakat şu sanat bilen bizanki. İşe varamiz, işimiz bor, işten gelamiz. Nima ish usta? Sanat maktabında o'qituvchilik Ha, qilamiz. ne deng Ava, maktabda? sanat maktabında o'quvchilarga dars berib, Ha. ava. Ustoz, Ana shu ishlar. savollarimni netmin tutmay, dilingizdan ortib bir neto savollar bermadimmi? Yo'q, yo'q, yo'q. Endi barajaga o'xshaysan. Yo'q, canım sağ olsun. Hop, şu da juda ko'pchilik ustozni nomeridan ayttirdi o'tibdilar. Adminning nomerini aytaramizmi yo o'zingizni? Ya aytaverasan. Aytingiz bitirib. 93 743 06 06. Meni YouTube kanalim bor, o'zimning kanalim. Shuni Bu tenda. 06 o'zingizga qarang. Ava. Aytsakim bizani butun dunyodan, Amerikadan, Germaniyadan, Fransiyadan telefon olasizlar, ustoz bormisiz? Xalaqat so'raydilar, xizmat aytadilar, xudo o'tishmalar ham borasiz qarang. Ava, ava. Canınız. İki ön çap parasmı? Mait kursalar? Ava, ava. Hop. Ustaz, loyihamız yaktımız size. Yaktı. Loyihamız. Yaxshi. Meni qavarım yo'q edi ya. Sen gelenden keyin bildim ben onu doğrusu. Hop. Hozir siz ustozlarni sog'inib loyihasini 15 sonida chiqib turibsiz. Xudo xolasa, 15-chi. hava, xudo xolasa 16 Berdavom bo'lsin iloyim shu. ilohim. 16 sonunda kimni ko'rishni xohlar edingiz? Ustoz san'atkorlardan. Fakat hayat bo'lsa. Hayat bo'lsa, ustozlar ko'p ustozlar. Men kimlar chiqqanini bilmayman falanchi deb 15 adam chiqaribsizlar qiyna. Aytavering, men o'zim aytaman, chiqdi chiqmadi. Siz ustoz san'atkorlar ayting Kimni? Ustoz san'atkorlar ko'p-ku. Shu ayting, kimni Qaysi birisini ayting? Xohlaganingizni ayting. Tirik bo'lsa bo'ldi. Nahoni? Ustozni 16 sonda. Men kelmagan. Sizni so'raganliklari uchun men keldim yozda. Ha, shu masalan muxlislaringiz so'radi, ustoz san'atkorlar so'radi, shu Zoir Turdiyev deb masalan geçti. Siz kimni ko'rishni xohlagan bo'lardingiz 16 sonunda? Endi menda da yo'q lekin hozir ana panalchi deb bilmayman. Hammasi do'stlarim, yaqinlarimiz, hammasi. Sizlar qaysini qo'ysangiz ham ko'rib boraveramiz, to'g'risi. Asa siz bu imkoniyatni muxlislarga berdingiz. Ava muxlislar o'zlari xolanini shular yozadilar kommentariya, shularni qo'yib borsangiz dim ma'qul bo'ladi. Meni gapim bilan palonchi degan bilan ne bo'lmaydi. Yana kanalda qaysi ustozlarni qaysisini e'tibor tushib turgan bo'lsa shularni ko'rsatib boraveringlar. Zoir Turdiyev to'ylari gonorari necha so'm? Gonorari bilinmay qimmat emas bizga. Gelishib borasizmi? Ava gelishib boradi. Shu avvalgi 3000 dollar edi, shu hozir ham shu. Hazırlarsam ortaklar albatta ko'nglingizni qoldirmay holda to'y bazm xizmatlaringizda hamisha xizmatda. Aytavering. Canlarınız sağ olsun. Nadirbek'in ana şu proyektine ne deyimiz, omad tileymiz. Ustozlarını eslab degan narsa bu katta yaxshi gap. Men o'zi shu ham ustozlarni hurmat qiladigan odamlarni hurmat qilaman. Ustozlarni, ota-onasini hurmat qiladigan, do'stlarni yaxshi ko'rib shu bir qadrlaydigan odamlar, so'zida turadigan odamlarni yana qadrlayman. Birini qadrini biladiganlarni. Hammalaringizni joningiz omon bo'lsin. Nodirbek ishlari omad. Ana shu YouTube kanalda подписчикlar ko'payaversin, prosmotrlar ko'payaversin. Rahmat. Hamma o'xshi deb intervyu kelganda bundan keyin oldindan bir ogohlantirib Yo'qsa. yurib, Endi xudo xohlasa boryapman deb inshaalloh. Xudo xohlasa. aytish nasib qilsin. Ilohim.
Xudo xolasa. Sağ olun, selamet olun. Salomat bo'ling. Omadingizni bersin. Bizani xonadonimizga xush kelibsizlar. Rahmat. Endi bir narsa qarang, yeymiz Yo'q, endi rahmat. o'tirib. Asal hurmatli yurtdoshlar, hurmatli do'stlar, har bir narsani o'zining chegarasi bo'ladi deganlardek, Zoir Turdiyev ustozimizni xonadonda kutilmaganda mehmon bo'ldik. Rahmat sizga, bizani shu Rahmat, to'g'ri rahmat. tushungan holda qabul qilganingiz uchun. O'rtoqlar hammasi realniy kelishilgan emas. Xavari yo'q, ko'rdingizlar. Ustoz o'zi hatto shokda qoldi. Hava. Meni bir mehmon bo'lib keldim ekan deb o'yladi. To'g'risi sabab ustoz san'atkorlarning juda ko'pchiligi baribir meni doniydi, biladi. Ustoz o'zi avvaldan biladi meni doniydi, o'rtoqlar. Shuning uchun mehmon keldi deb o'ylab, kelib giricha deb turib, yo'q, videoni boshidan hammasini ko'rdingizlar. Agarda Zoir Turdiyev ustozimizni o'zini ajoyib taronalarini eshitmoqchi bo'lsangiz, YouTube'da Zoir Turdiyev Qosimcholurda turibdi. Shu kanal ustozi o'ziniki, tabiiy o'ziniki o'rtoqlar. Yana birsi bor ekan, u uniki emas ekan. Meni nomimdan yana bir 3 kanal bor. Boshqalar ochib qo'ygan ekan. Meniki shu Qosimcholurda o'tirganim, meniki qara Qosimcholurda. Onu kat tushishingiz apa o'zgarting rasmini, yaningizda bir o'yinchi ham qo'ying usta. Shunda to'sh topadilar. Ha. Asal hurmatli yurtdoshlar, hurmatli do'stlar, kommentariyaga ilk fikrlaringizni yozib qoldirishingiz mumkin. Ustoz nomeringizni yana bir aytib bering. 93 743 06 06 o'zimniki uraverasizlar. İçi piyanolub ustoz muzikasini yetalamang, o'rtoqlar o'zim to'g'ri aytaman. Shuning uchun realniy telefonlardan ustoz bir xalaqon so'rab qo'yib azim xizmatlaringizda hamisha xizmatda. Sizdan yaxshi ko'raman. Xudo xolasa ustoz sizlarga qo'yib berdi. Ya'ni 16-sonida kimni chiqishini xohlaysizlar, kommentariyaga yozib qoldirasiz deb umiddaman. Sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar. Addushi bir like bosib qo'yasiz degan. Salomat. Rahmat, sog' bo'linglar. Ha, duringlar. Dur. Ustoz, ya balangiz qo'shiqchi deydi. Bir ko'prik oxirida eshitali. Qo'yib beraman xudo xolasang. Hava. Bo'ldi, Balangizni. Bo'ldi. Balangizdan xudo qani keling eshitib. Hava. Asa xudo xolasa Zoir Turdiyev ustozimiz farzandidan ajoyib bir tanani eshitamiz deganlar. Keyin o'zining tanasini qo'yib beraman. Salomat bo'lasizlar. Zoir Turdiyevning farzandi kim edi? Feruzbek Sadullayev. Turdiyevmi? Yo'q, akam Nodiran. Baba Nodiran deydi qaxir. Filip eshitdingiz, hang taqazang. Ha? Ustoz siz ikkinchi duet chiqarmoqmisizlar? Ata bala. Yo'q. Indang xudo xolasa. Ha. Bormi kelajakda shunday bir maqsadlar nari? Xudo xolasa. Xudo Feruzbek. xolasa, bor. Asa o'rtoqlar Feruzbek Sadullaevmidi? Bor. Bir ajoyib taronani eshitamiz. Ikki ozin tilaklar bilan yurtdoshlar bilan so'rashlar. Avvalambor ishuna Nodir Vafo og'amizni kanalida podpischiklari hammalaringizga salom. Hammalaringizning ishlaringizga rivoj, shu Nodir ammam ishlarini rivoj. Rahmat. Shuna ustozlarni ulug'lab berdi. Sog'inib. Ustozlarni sog'inib shu ko'rsatuvimizni shu loyihangizni omad. Rahmat. Allohim Rahmat. Hozir shu o'rtada o'rtoqlar kasada mikrofon ko'pmalashtirmaganda shu o'rtada otning izini ot bosadi deganlarning bir ko'ralik qani endi? bo'ldi. Xudo xolasa. Eldan keyinchi. Ha. Kuşu yitip kuylarman sana Senga yonib muhabbatimni Kuşu yitip kuylarman sana Senga yonib muhabbatimni Yıllar kezib suylarman sana Senga yonib muhabbatimni Qo'shildim alvon baytlari Quyosh bo'lib sochilar ziyon Qo'shildim alvon baytlari
Senga yonib muhabbatimni Tonglar bedor o'ylarman sana Senga yonib muhabbatimni Eng qizig'i evjini shabolar ekan, evjini eshitamiz. Evjini eshitamiz. Sayyoralar lol qolur hatta Coşkun dilim nolarida Sayyoralar lol qolur hatta Coşkun dilim nolarida İnan dastan eylermen sana Senga yonib muhabbatimni İnan dastan eylermen sana Senga yonib muhabbatimni Yüreğimden zerrin nur alıp Çağlayın sunum akşamlar Mevcudu geceyler meselem Senga yonib muhabbatimni Aşık erkin yüreğim meşel Sadakatin quyoşdek Aşık erkin yüreğim meşel Sadakatin quyoşdek Doim coşup kuylarman sana Senga yonib muhabbatimni Doim coşup kuylarman sana Senga yonib muhabbatimni Senga yonib muhabbatimni Senga yonib muhabbatimni Hayatımning naqshisan do'st Sen hammadan yaxshisan do'st Bu omonat g'arib dunyoda Do'stlarimning naqshisan do'st Sen beni suyanchim halimsan Muhtoj olsam qo'lda borimsan Xasta bo'lsam malham dorimsan Sen beni yo'qib borimsan do'st Yuragimda bo'lsa derdim Bilaman seni yanımda gördüm Bu zulümlü hayatta ne aybim Yanımda bol her zaman dost Hayatımning naqshisan dost Sen hammadan yaxshisan dost
amanet garip dünyada. Dostlarımning nakşısan ey dost, hayatımning nakşısan ey dost. Sen hammadan yakşısan ey dost. Bu amanet garip dünyada. Dostlarımning nakşısan ey dost. Bardoshim tog'dayin, iqbolim o'zing, jo'ralar ichida sardori o'zing. Boringga shukrlar, boringga shukr, sen hammadan yaxshisan ey do'st. Yuragimda bo'lsa dardim, bilaman seni yanimda ko'rdim. Bu zulmli hayotda ne aybim, yanımda bol her zaman ey dost. Hayatımning nakşısan ey dost. Sen hammadan yakşısan ey dost. Bu amanet garip dünyada. Dostlarımning nakşısan ey dost. Hayatımning nakşısan ey dost. Sen hammadan yakşısan ey dost.